Captiva mashinasi bu 3 litrli motor. Farqi yo'q, 2 tur bo'ladimi, 3 litrli motor bo'ladimi? Captivalarning почти hammasida probeg qancha masofa yurganini ko'rish imkoniyati yo'q. Kompyuterni diagnostika ko'rsanglar, probegini ko'rib bo'lmaydi. Lekin bizada buni imkoniyati bor. Kelsanglar, o'zini VIN nomerlari bo'yicha полный informatsiyasini chiqarib beramiz. Rasmga olib yoki video qilib olsalar ham bo'ladi. Yana oldingi eski holatiga qaytarib qo'yamiz, bo'ldi. Уже probeg ko'rmaydigan bo'ladi yana qaytadan. O'sha farqini bilib olsanglar bo'ladi. Pastda raqam qoldirib qo'yaman, telefonlashib, vaqt soatini belgilab kelsanglar, sizlarning ham mashinalarning probegini ko'rib beramiz. Avtodiagnostik programmirование bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar. Yangi avtoservisimiz BYD Jizzax hamda Евразия Motors ikkalovi birgalikda mana shu yerda biza ish olib boramiz. Lokatsiyani qoldirib qo'yaman, shunday ustiga bosib olsanglar, biza bilan bog'lanasizlar. To'g'ri mana shu joyingizga olib keladi. Videoni Captivasi borligiga urib qo'yamiz, like bosamiz. Salomat bo'linglar.